Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Mana meni ham 2 oydan oshib qoldim. Davolanayotganimizga Jamshid akamlar mana nina terapiya qilyaptilar. Boshida kelganimda ahvollarimni gapirib berdim. Juda og'ir sosteniyada kelgan edim. Yuramiy hosillar mana hozir ancha 70-80-90% so'ng o'zgarish bor, yaxshi qonlarda, nervlarda, tanada yaxshi o'zgarishlar bo'lyapti ninadan keyin. Holsizliklar ketdi, Xudoga shukr. Ancha yaxshi ma'qul mana. Sog'liqlarim ham, yurishlarim, bosh aylanishlar, holsizliklar, charchovlar ketyapti mana. Alloh shifosini berdi mana. Yaxshi, ancha o'zgarishlar bor, Xudoga shukr. Bo'yindagi tromblar ancha yaxshi, bemalol harakat bo'lib. Bo'yinda tromblar bor deb doktorlar shunaqa qilib aytgan edi. Men tromblar ham ancha ketib, og'riqlar yo'q mana. Bo'yindagi og'riqlar ham, bosh aylanishlar. Shu ancha 70-80%dan oshiq ham yaxshi bo'lib qoldim ancha, Xudoga shukr. Alhamdulillah. Bundan keyin yana davolanish ozgina davom ettiramiz, xudo xolasa. Yaxshi bo'lib ketamiz. Vahmalar boyagidek. Vahmalar bo'ladi, endi yo'q mana, Xudoga shukr. Vahma yo'q mana. Har xil xayollar bo'ldi. Mana cho'chishlar, hammasi ketib qoldi ertalab. Yurishlarda boshlanishlar ketdi mana, Xudoga shukr. Yaxshi, ancha yaxshi bo'lib qoldim, hayotga yaxshi o'zgarishlar bor mana, alhamdulillah, Xudoga shukr. Alloh shifoyi komilni bersin. Ko'rmagandek bo'lib, mana o'sha Mashallah, rahmat. Mana o'sha boyaga saqir ham bor edi, saqir ham yo'q, davleniya ham yo'q. Mana yana qo'shimchasiga boya skoriyalar ham kelmay qo'ydi, bemalol o'zingiz. Yuribman, Xudoga shukr. Skoriyalar ancha bo'ldi, 2 oy bo'ldimi? Shu siz oldingizga kelgandan beri skoriya yo'q mana, Xudoga shukr. Skoriyalardan. Yurishlar hammasi yaxshi bo'lyapti, alhamdulillah. Bosh aylanishlar ham ketdi, to'g'rimi? Bemalol masjidlarga ham chiqib kelyapti. Yaxshi, bomdodlarga, peshinlarga chiqib kelyapman, yaxshi, rahmat. O'zgarish yaxshi. Allohim behisob shukronalar bo'lsin. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik va sallallohu alayhi